Bismillah. Asr namozidan chiqdik. Bu haram hududi. Bu yerdan haram hududi tugaydi. Bu 310-eshik. Gastinsamiz bor, ko'rsatib qo'yay dedim. Haramgacha masofasini hammaga. Inshaalloh barchamizni yana qaytib kelish nasib qilsin. Kelmaganlarga bu yil, kelasi yil oilaviy kelishni yaxshi qilsin. Inshaalloh. Gastinsamiz ham uzoq emas. Gastinsamiz mana shu ko'rib turganinglar gastinsamiz hisoblanadi. Mana bu bo'lsa Madina Munavvara harami. Bu yoqda gastinsamiz. Sekin ketyapmiz. Videoni boshlaganimizga 1 minut bo'ldi. Inshaalloh bir mashq yurish bo'lsa 3 minutlik yo'l. Mana shu bizda gastinsamiz bo'ladi. Alhamdulillah. Inshaalloh hozir gastinsani ichlarini ham ko'rsatamiz. Xudo xohlasa kuzatib boringlar. Inshaalloh bir manfaatli videolarni qo'yib boramiz. Alloh qodir qilgancha. Bu kattalar, bilasizlar, bularga dom berishlik mumkin emas. Haram hududida bir jonzotga, bir hasharotga ozor berish mumkin emas. Saudiya hukumati bularga dom berishlikni ham mumkin emas qilib qo'ydi. Yana bir ma'lumot, endi gastinsga yetib borguncha inshaalloh ma'lumotlar bilan bo'lishyapmiz. Xudo xohlasa. Xo'p, inshaalloh. Ibrohim, shu yerdan yetib keldik. 3 minut bo'ldi, salakam. Inshaalloh yana bir ma'lumot. Haram hududida suratga tushishlik, video tortishlikdan ehtiyot bo'lasizlar. Saudiya hukumati buni ham man qilib qo'ydi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana haram ko'rinib turibdi va bu yoqda gastinsamiz.